A nuqtadan B nuqtagacha borishimiz kerak. Ko'rish bor yoki ko'ra bilish bor. Rivojlanish tamoyillari bor. Rivojlanish tamoyillariga asosan bir nechta bosqichlari bor. Shunday qaraganda taxminan meni fikrim bo'yicha 7 ta bo'lishi kerak. Ya'ni ular nima qiladi? Rivojlanib boradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta bosqichni birgalikda ko'rib chiqamiz. Istak, ketma-ketlik, inqiroz, to'sqinlik, mayatnik, degradatsiya, liderlik. Mana shu bosqichlardan iborat. Markaz. Markaz. Xavotir doirasi. Markazda ish. Markazda pul. Markazda oila. Xavotir doirasidan demak nima qilyapti? Bosim bosib qolyapti. Ko'proq bu holatdagi jarayon bo'ladi.